Akbar aka, jigar, pulingizni ko'zingizga tiqib o'tirmasdan, mana shu parchamni oling. Sizga yarashaveradi. Ha aka, nima qilyapsiz? Men mashinamni sotolmayapman. Internetga shunday qilib qo'ysam ketarmikan deyapman-da. Nima ukangizni oldidan bir og'iz o'tmaysiz, o'zim olib qolaman-ku, jigarim bo'lsangiz. Sen olasanmi? Ha, olaman, nima deganingiz u? Kraskasi tozami, cho'tkimi? Ha, toza. Ha, bo'ldi, men olaman, bering kalitni. Puling bormi? Menga srochni kerak deb pul. Ha, bir haftada qilib beraman, Bo'ldi, sotsam o'zim jigarimga sotib. Barakam aka. Baraka. Ha, aka, nima o'tiribsiz? Keling, Yaxshimisiz? Keling, yaxshimi? Rahmat. Oka, pul. Krak kelingizni osh qilgan. Yuring ichkarida gaplashamiz. Yuring, kelingizni qo'lashini boshida bo'pti aka, kelib turing, sog' bo'ling. Charchamang, xo'p, rahmat. Voy, so'rolmadim. Osh yeb uyaldim-da. Jigarimda padarga chalpak qanday so'rayman? Qanday so'ray, jigarim-ku. Ha, aka, nima g'aflat bo'lib o'tiribsiz? Assalomu alaykum. Keling, endi meni bosib yotibdi. Sana mana shu parcha pulni Yuring ichkari, kelingiz mastava qilgan. Yuring, issiqini qarang. Pulichi, pul spak. Mastavani ichib ko'ring siz, mazasini ko'rasiz. Mastasi qanday, bochkanikidaymi? Undan ham zo'r. Tog'nikidan zo'r dedim, mastavangizga bo'pti aka, ko'rishamiz, sog' bo'ling. Tog'ni emas. Yo'q. Yana so'ramadim. Shoq. Ukam bo'lmaganingda uying. Ha, xotin. O'lib ket. O'liblar ketgan bitib yurmay, maylimi? Ha, sen yana o'lgan murdashav.